Azizlar, shunday amallar borki, demak, shunday amallarni qilsangiz, ibodatlarni qilsangiz, xayrli ishlarni qilsangiz, ulug' ajrlarni Alloh taolo beradi. Mana shunday ulug' ajrlardan, savoblardan Ka'baga qaramoq. Ka'batullohga kirdingiz, Harim-i Sharifga kirdingiz, sizga mana shunday ulug' bir baxt muyassar bo'ldi, nasib ayladi, Ka'baga kirdingiz. Ka'baga tavof qilsangiz savob. Namoz o'qisangiz qancha yuz minglab rakatlar savob. Lekin Ka'batullohni o'ziga muhabbat bilan qarab turishligi ham bandaga ulug' ajr savoblar berar ekan. Ka'baga shunday qarashlik savob. Yo'inki kalomullohga, Allohning kalomi Qur'onga qarashlik ham savob. Allohning kalomini demak, men o'qib bilmayman, men o'qiy olmayman deb Qur'onni chetga surib qo'yadiganlar bor. Birodar, tarjimasini o'qing. Tarjimani yonida arabcha demak asl matni ham bor. Demak, hech bo'lmasa tarjimani o'qing, arabchaga ko'zi tushadi, o'shanga ham ajr oladi, Alloh savob beradi. Kalomullohga muhabbat bilan qarab, qo'shki men ham shuni o'qib bo'lardim deb ixlos qiling, niyat qiling, muhabbat qiling. Demak, Qur'onda o'sha tarjimasini ham o'qing, kalomullohni asl matni arabchaga qaraganingizda ham Alloh taolo ajr beradi, savob beradi. Yana shunday ajrlardan, savoblardan ota-onaga yuzlariga qarashlik. Farzand ota-onaning yuziga qarasa savob bo'ladi. Hatto Rasululloh aytdilarki, haj va umra ajrini, savobini beradi. Ba'zi sahobalar so'radilarki, "Ya Rasululloh, biz ota-onamiz yuziga bu shugul 10 marta, 100 marta qarasak?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohning rahmati, dargohi keng, 1000 marta qarasangiz 1000 marta ajrni beradi. Demak, bu bilan bandadan o'sha ajr, haj va umra soqit bo'lmaydi, lekin Alloh taolo mana shu ota-onani, farzand ota-onani yuziga muhabbat bilan qarasa, ixlos bilan ota-onani yuziga qarasa, tabassum bilan qarasa, demak shunga ham Alloh taolo demak ajr beradi. Mana shunday ajrlar, savoblar demak oyoq ostimizda ekan. Ajrlar, savoblar shunday yotibdi, demak bulardan bahramand bo'laylik. Demak hayot bo'lgan ota-onalarimizni, ularning oyog'i ostida jannat farzand uchun, demak mana shundan demak loqayd bo'lmaylik. Ota-onalarimizni hayotlarini, tanijonlarini Xudoyim sahat aylab, ularning rozi rizoliklarini olib yurmoqlik nasib aylasin. O'tgan ota-onalarimizni Xudoyim rahmat aylasin.